Qo'lda bering. Keng. Mart gapiring. Mana 8 tasini olsa 100 ming 50 ming emas. 200 mingdan kam 13 million 800 dan mana ket. Barakasini bersin. Yana savdosi bor. Savdosi bor. Tanlab olish nima deymiz? Obunachilaringiz bor. Bo'lsa obunachilaringiz bo'lsin. 50 ming 100 ming maydalashmayman men. Degarma. La o'zingizda olsa 13 million 500 ming so'mdan mana 8 tasini sotdim men. Barakasini bersin. 13. Assalomu alaykum. Xunojin ishqibozlari, sigirbob, yaxshi xunojin so'ragan aka-ukalarimiz. Barchamizni bugungi, ya'ni Vatan himoyachilar kuni bilan aynan xodim akalarimizni chin qalbimdan tabriklayman. Akalar, boshqacha video bo'ladi. Chunki garantiyali joydamiz, do'stimni xonadonidamiz. Qo'ldan kelgancha narx-navoni yo'lida qildirtirib berishga harakat qilamiz. Ichkarida yaxshi xunojinlar bor. Oybek doim tavsiya beradi. Videorolikni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rishingizni. Sababi videorolikda yaxshi ma'lumotlarni akalar o'tkazib yorasiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan Sherzodbek do'stimizning xonadonlari yetkazib olganmiz. Mana bunaqalik qo'ydi velikan deysa, molni uzun variantlari Xudo xolasa bugun sotuvda bor. Bitta mana ko'rinishdagi like-ni bosib, do'st birodarlarga jo'natib turasiz. Biz qo'ldan kelgancha maksimalni yoritib berishga harakat qilamiz. Sizni ko'p kuttirmaymiz. Bo'ladigan senalarda, imkon qadar bo'ladigan narxlarda gaplashamiz akalar. Lekin molni har doim aytaman, sifati, sortini solishtirib oling. Bu yerda oriqtirib mol ko'rmadim, bari badalli, Xudo xolasa batafsil ma'lumot do'stimni o'zidan olib boramiz. Sherzodbeklar nima gap? Mashina? Bizangiz yaxshimi nima gap? Obunachilar like-ni bosib turinglar. Yangi yildan oldingini ortiq qaytarib qo'yib beraman. Xudo xolasa. Do'st bunga necha bosh ko'rsatamiz? Bugunga bir 15 bosh atrofida. 15 bosh. Yemoq ichmoq nima bo'ldi, oshna? Somon, silos, hamma narsani yeydi. Tushunarli. Bergan narsani yeyveradi. Xo'p, qara, qaydan boshlaymiz? Ichkaridan boshlaymiz. Ichkaridan. Akalar, hammasidan bor. Dastavkani o'pshi o'ylamang, 12 ta viloyatga kelishilgan holatda ko'proq olsangiz besplatni qildirtirib beramiz akalar. Sekin. Xudo xolasa. Ko'rsatavering valloh. Molni haqiqiy aytaman, u ayiq polvon variantlari ketdi, molni ko'ring. Zo'rlardan keyin. Ko'ring. Molni har doim aytaman, belini uzunligi akalar ko'ring. Yelkasidan orqasi baland turibdi. Belini uzunligi, molni sal mana o'lgur badani bor, obunachilar mana sal badani borini qadriga yeting deyman. Xudo xolasa oyoq qo'lni polvonligi, yo'g'onligi. Do'st qayerdan boshlayman? Endi bir boshdan ko'rsatib. Bir boshdan ko'rsatib ketaveramiz. Akalar, mana sarig'i birinchisi edi. Mallavoyi, mana ko'ring. Xudo xolasa molni kesim jihatlari, uzunlik holatlari akalar ideal holatda. Molni ko'ring. Molni yelka qismi deysizmi? Mana yelkasi ham buqa singari yelka yorib yuborgan variantidan akalar, ko'ring. Hop, og'iz burni holati, belini yo'g'onligi, qo'yingki hamma joyi ideal holatda turibdi. Sherzodbek, nechtadan bitta qo'yib aytamiz, do'st? Beydami? 8 tasini bitta qilib qo'yamiz. Hammasini bir savdo qo'yib beramiz. Hammasini bir savdo. Yakkalab ham sotamiz lekin. Yakkalab ham sotamiz. Ha? O'ta qaysar mol ekan, lekin qo'pol mol. Qo'pollik holati o'zi ideal, lekin o'zini ko'rsatmayapti mol. Mana ko'ring. Bu ikkinchisi. Realni akalar. Mana uchinchisi. Ha, uchinchisiga shved. Molni sigir qilishga tavsiya qildikmi mana? Ne tolga mana shu qorasi yon bermayotgan bitta ko'rsatib ketaymi akalar, mana ko'ring. Realni akalar u oski sohani shuni do'stim tortib bering mana. O ko'ring, tutamlarni uzun oq yelin variantidan. Hammasi, deyarli hammasi sog'imlari ham, hamma joyi ideal holatda, mana ko'ring. Molni, mana ko'ring, oyoq qo'lini polvonligi deysizmi? Oyoq qo'l tuyoqlari ham akalar oshib ketmagan. Stakan tuyoq variantda. Mana to'rinchisiga mana ola ishqibozlari zo'ridan. Mana. Orqa korobkani ko'ring, mana uni. Toza sigir vopidan. Ideal molda, mana ko'ring, turishdi mana. Yeb ichishlari ham zo'r hammasiniki. Mana ko'ring. 4-inchisi bo'ldi akalar. Mana 5-inchisiga shvedni udori mana. Mana shu akalar haqiqiy toza variantidan. Akalar qanday ko'rinyapti kamerada bilmadim. Avlikol spat o'tib ketgan shved. Zo'ridan mana. Buni oldi. Barchasini ko'rib turibsiz mana yelin holatni. Tajmana yelin sog' borgan, ko'ryapsiz-a? Xudo xolasa akalar hamma joyi ideal molni. Bu 5-inchisi. Belini yo'g'onligi deysizmi? Mana ko'ring, mana. Belini yo'g'onligi, qo'yingki hammasini holati ideal. Mana bu 6-inchisi, bu ham 6-inchisi akalar. o'ta qo'pol mol. Buni oski sohalarni ko'rsatib qo'yamiz akalar, ko'ring. Buni ham qo'yingki ko'z ko'rib turibdi-da, oski soha hammasi sigir qilishga tavsiya qilinadi. Bunisi ham shved mana. Palasasi bor edi. Palasasi bor variantidan haqiqatan so'rayman. Badanni ko'ring. Yo'q narsa emas, bekorga ushlab ko'rsatganim yo'q. Hali texnik jihatdan xavfli bo'lsa ham, bilasiz akalar. Realni bo'laversin degan ma'noda. 7-inchisi ham shved mana. Molda eng qizig'i rangi o'yini ko'rib turibsiz. Hali bemaza rang,
ertaga boqib turib, misol bo'g'oz qopishsangiz, bu rangi past ekan deydigani yo'q. Hammasi qo'pol qaytilib ko'chadan savdo boshlanadi. Oybekjon, zo'rlardan kelgan bugunga mana. Bu 8-inchisi mana. Bunisi 8-inchisi. Har birini sifat, holat, korpus jihatlarini alohida inobatga olib qo'yasiz. Kalla boshlay ko'ring. Realni, mo'lit so'lay ko'ring. Qo'yingki ideal variantda turibdi. Yelka holati deysizmi? Hammasi qo'yingki molda ideal. Buni aybi narxida bo'lishi mumkin. Do'st, narxini qulay qilib bermasangiz bo'lmaydi. Narxini ayblaydi qolmas. Bu hozir ham 14 million ustida bu mollar. Lekin men 14 millionni pastda qo'yib beraman. Nech puldan Sherzodbek oldi qochdi. Mayda-chuydasiz. Nech pul do'st? Qo'lda bering. Keng. Mard gapiring. Mana 8 tasini olsa 100 ming 50 ming emas. 200 mingdan kam 13 million 800 dan mana ket. Barakasini bersin. Yana savdosi bor. Savdosi bor. Tanlab olish nima deymiz? Obunachilaringiz bo'lsa, obunachilaringiz bo'lsa. 50 ming 100 ming maydalashmayman men, degarma. O'zingizni olsa 13 million 500 ming so'mdan mana 8 tasini sotdim men. Barakasini bersin. 13 million 500 dan. Endi obunachilar 11,5 12 dan qanaqa mol beryapti degan savolni berasiz. Bo'y basti ham o'ylanib 15 dan. Mana boshida o'lchab. Hozir bo'y basti ham kichkina mollar emas. Realni o'lchab ko'rsatamiz-da. Molni ko'ring. O'ta baquvvat holati deysizmi? Hamma yeri kelishilgan. Shu bichim deydi, mana shunday bichimi yaxshi akalar. 1.13, 1.14 qo'yadi. 1.13, 1.14. Deyarli standart mashinagacha bir xilda kelgan. Oxirida ozmuncha pastlamasa, mana shundan tortib bosh oxirida ikkitasi ochig'ini aytganda qolgan hammasi yirik planda akalar. 1.10 ekan. 1.10. Molni ko'ring. Molda haqiqiy akalar olib baraka topaydigan variantdan. Sherzodbek 13 million 500 ming so'm. Material emas, uni o'lchab sotqani. Eng kichkinasi narxida 13 million 500 dan ket. Qarang do'st. Xo'p, tanlab olaman, men ikkita olaman, yo bitta olaman, 3 ta olaman degan obunachilarga nima deb qo'yamiz? Ichidan zo'rin tanlab olasiz 14 milliondan do'st. U 1 million qo'shib berasiz, 1,5 million. O'zim tanlab beraman, mana 200 mingdan kamiga ketdi. 200 mingdan kamiga. 13 million 300 dan. Butun kengitasiz ham 500 ming. Bo'ldi 13 million. 13 milliondan olasan, 200 ming 500 pilis. Ha. Obunachilar ham tanlab olgan molingizga 500 ming pilis deyilmaydi. Ko'zingiz ko'rib turibdi. Bu yerda bir 6 ta haqiqatan yirigi bor. Ikkitasi nisbatan yirigi, faqat suyagida jinday farqi bor. Ozgina farqi bor, lekin oshiqcha emas. Lekin buning ichida suyug'i yo'q Oybekjon. Shunday. Hammasi bo'ladigan narsalar olib kelganmiz. Narx arzonrog'idan Sherzodbek, shu Oybek do'stim deyapti. Ishondim. Narx arzonchirog'idan ham qilib bering, sizdan mol olaman deganlarga bormi narx arzonroq variant? 9 million 200 dan ham mol qo'yib beraman. 9 million 200 dan qo'yib beraman. Bo'lmasa, mol qo'yish bo'lsa nima bo'ladi? Ko'rsatib qo'ying, bro. Hali qonni chiqmayapti, u bo'lmayapti deydi-yu. Mana ko'ring. Qorin sohalarni ko'rsatib qo'ying. Qorinlab jonivor, meshqorin ekan haqiqiy. Ko'ring. Nimani berishsa yeyishaveradi bular. Mollarda akalar hammasini sirg'a raqamlarini eslab qoling. Juda bo'lmasa molni ko'ring, uzunlik holatlarini. Mana shuni misol uchun 60-82 yoqdi, 60-79, 60-71, 60-72, 60-78. Qo'yingki aloqaga chiqaveradi sirg'a raqamiga. Bu uchini bitta qo'yib beraman. Xo'p, uchalasi yiriroqlari bitta, oxirida jinday suyagi maydaroqlari bor ekan akalar. 1.8 ekan bo'yi. Molning uzunligini ham ko'ring obunachilar. Uzunligi ham maza qilib beradigan joyi. Mana ko'ring. 1.6 ekan. 1.6. 1.5 ga olasan, 1.80 obunachilar bonus. Obunachilar sizlarga bitta narsasini ko'rsatib bermoqchiman. Har qanaqasiga uzunligini ko'ring degan ma'noda. Molni ko'ring. Tumshuqlarni ham ko'rsatib qo'ying mashinlarni. Ayni bitta tumshuqni ham ko'rsatib qo'yib, to'g'ri aytdingiz mana. Realni mana og'iz burunlari ham akalar. Absolutni top-toza holatda turibdi. Mana ko'ring mana. Yaqinlashtirib olib beraman mana. Ko'rdingiz-a mana? Chehralari ochiq holatda turibdi. Sherzodbek, qo'yingki, gapirsangiz gap ko'p shu mol. Men maqtaganingiz bilan molda bu. Lekin uzunligi zo'r ekan mol. O'zim ham ishqiboz bo'ldim. Buni narxini o'ta qulay qo'yib beraman. Oldi qo'shsiz butun. 11,5 ham yo'q. Hop. 11 million 300 mingdan telefon qilasan, o'zlariga xayrini qilib beraman. Barakasini bersin. 11 million 300 ming so'mdan savdosi bor. Ichidan tanlab olsa 11,5 dan tanlab olsa 200 ming pilis bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana shular narxi arzon bo'ldi lekin. Haqiqatan realni asli hammasi ham, lekin hamyon ko'taradigan varianti bor. Mana ko'ring, molni badani toza dehqondarligi bilinib turibdi. Mana bunisi 1.5 ekan. Mana ko'ring. Mana o'si 1.5. 1 metrda pastda mol yo'q chama. 1 metrda pastda mol yo'q. Mana bunisi ham 1.4, 1.5 chiqyapti.
Aha. 1 metr piliska olishaveradi. Tushunarli akalar, mana ko'ring. Bularda ham rangi ro'yi, misol bunday kallasini tuzilishi deydi-yu, hali kallasini dumaloqligi ham yaxshi shakl, hali tumshuq uzun, moldan emas. Ikkalasiga nech pul sena? Ke, oshna oldi qosh chiqmasdan Oshna menda 10 million, 10,5 million emas. 9 million 500 mingdan kamini qilib beraman. Baragasini bersin. 9 million 500 dan savdosi bor. Mana shu mollaring. Lekin arzon bo'ldi shular. Ular maydachida qilmay, mart kelsa, shuni telefonga oldim deydi, narx qo'yib beraymi? Shuna bo'lsa 9 yaxshi million bo'ladi. 200 mingdan telefon qilasin jo'nataman. Baragasini bersin. 9 million 200 ming so'mdan akalar. Realni oladigan insonga Oybekjon, akalar qarangda, hammani ish qilish prinsipi har xil. Sizga managa chiqib olib turib, "Voy, men hammadan arzon sotaman, mana uni menada buncha beryapti." Oshina mana 11,5 dan qo'ygan mollarimni enaga olib borsang, nech bilan qo'ydik jo'ra buni o'zi? 11 million 300 dan qo'ydim. 11 million 300 dan qo'ygan mollarimni enayda 12,5 deyapti, 12,2 deyapti. Yo'q, unaqa gapni kerak yo'q. Hamma o'zini bilib ishini qilsin. Hammaga kelgan narxi bor, Oybekjon. Shunaqa haligi unday bo'lyapti, bunday bo'lyapti. Men unaqaman, u do'stim unaqa narsalarni yomon ko'radi. Qo'yingki aloqaga chiqasiz, xudo xolasa ishingiz bitaveradi. Bittadan laykni bosib, shunaqa chorva qidirib yurgan aka-ukalarga, musofir akalarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'ling akalar, salomat bo'ling.